Qanday qilib aralashmani olib tashlab, faqat ko'krak suti bilan oziqlantirishga otish mumkin? Bolani aralashma bilan qo'shimcha ovqatlantiryapsizmi va to'liq ko'krak suti bilan oziqlantirishga otishni xohlaysizmi? Bu mumkin, lekin quyidagi muhim tamoyillarni hisobga olish kerak. Bolaning ko'krakka to'g'ri qo'yilayotganini tekshirib ko'ring. Ko'krak yaxshiroq stimulyatsiya qilinadi va sut miqdori oshadi. Agar siz bolani butilka bilan qo'shimcha ovqatlantirayotgan bo'lsangiz, uni qoshiq yoki maxsus piyolaga almashtirish tavsiya etiladi. 3 oygacha bo'lgan chaqaloqlar uchun ignasiz shprits yoki pipetga mos keladi. Agar chaqaloq faqat ko'krakdan emsa, ko'krak suti bilan oziqlantirishni yo'lga qo'yish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Bolani imkon qadar tez-tez ko'kragiga qo'ying. Tez-tez emizish laktatsiyaga ta'sir qiluvchi eng muhim omildir. Sut miqdorini oshirish uchun qo'shimcha ravishda sut so'ygich moslamasidan ham foydalanishingiz mumkin. Aralashmani keskin kamaytirib, bolani och qoldirish mumkin emas. Aralashma miqdorini asta-sekin bolaning vazn qo'shishiga qarab kamaytiring. Agar bola yetarlicha ovqatlansa, kuniga 20-30 gram vazn qo'shadi. Agar vazn ortishi ko'payayotgan bo'lsa, demak, sutingiz ko'paygan va aralashmani 10-20% ga kamaytirish mumkin. Bolani har 3 kundan tez-tezroq tortmaslik kerak va aniqki, ko'krakdan oldin va keyin nazorat tortishdan foydalanmaslik lozim. Bu usul foydali emas. Aralashmani qo'shimcha sifatida kichik porsiyalarda va albatta ko'krakdan so'ng berish yaxshiroq. Muvaffaqiyatga ishonchingizni yo'qotmang. O'zingizni ham, bolani ham shoshirmang. Eng yaxshisi 2 qadam oldinga, 1 qadam orqaga tamoyili bilan harakat qiling. Bu jarayon uchun vaqt kerak bo'ladi, lekin ishonch bilan aytaman, albatta hammasi sizda yaxshi bo'ladi.